Do'stlar, bilasizlar, biz bugun Urganchdan Nukusga qaytdik. Nukusga borganimizdan keyin bizga ideya keldi. Mana shu mashinani mana Nukusga borganimizda 150 kilometrlik zapas bor edi. Hozir mana Urganchga qaytamiz. 123 kilometr ko'rsatyapti. Bu tarafda 95 kilometrga yetadigan benzin bor. Общий 103 kilometr yuradi deyapti. Hozir danni moment Telegramda men jonli qo'yib boryapman. Telegramga o'tib olinglar. Silka qo'yaman, silka orqali o'tib olinglar, ko'ringlar. Hozir 0 bo'lgandan keyin men benzin quyaman. 10 litr benzin olganman. Benzinimiz o'chdi. 10 kilometr ko'rsatyapti benzin. Naradagi mana bitta probeg ko'rsatmayapti. Mana 89 kilometr benzin bor. Kilometr bor Urganchgacha. 26% zaryadkamiz bor. Hozir tok rejimda tokda yuramiz ozgina. Birinchi benzin o'chgandan keyin kuzatib olinglar. Nima san, mana qarang, zaryadkasi tugamayapti. Benzin ham tugamayapti. Urganchgacha 13 kilometr. Ujru men Amudaryo tumanidan beri haydab kelyapman. Zaryadka ham tugamaydi, 25% turibdi. Benzin ham tugamayapti, to'xtab qo'ymayapti. Orqada 10 litr benzin olib ketyapman. Shu qachon tugasa, shu qachon bossam deb. Yo'q, zaryadka ham, benzin ham tugamayapti. Bosib ketyapmiz. 3. Do'stlar, biz Nukusga borganimizda mashinamizda 150 kilometrlik benzin bor edi. Biz hozir Nukusdan Urganchga yetib keldik. Mana BYD saloni. Mana muhr hali ham turibdi. Bu benza bak tarafi, keling. Elektr quvvatlash tarafi ham pechat turibdi. Amudaryo tumanidan beri kelyapmiz. Benzinimiz mana tushgan. Yo'q benzin 25% zaryadga turibdi va 8 kilometr ko'rsatyapti. Bu tugamayapti. Shu Amudaryo tumanidan beri 8 kilometr ko'rsatib kelyapti. Hozir biz Ichanqal'aga ketamiz. Tugatguncha yuramiz. Mana keling. Biz Nukusdan kelguncha benzin olganmiz. Benzinni quyganimiz yo'q. Shu turish turibdi. Kuzatib boring, biz Ichanqal'aga ketamiz. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Mana Andijondan boshlangan marafonimiz Nukusga bordik. Nukusdan Urganch BYDga keldik. Zaryad va benzini tugamagan hisobiga mana hali ham turibdi. Hali ham 25%, 7 kilometr benzini bor. Tugamagan hisobiga pechatlar olinmagan. Bakimizda benzin turibdi. Mana bu taraf ham pechatlangan. Biz Xorazm, Xiva, Ichanqal'da yuribmiz. Kechqurun soat 3:30. Mashinaning benzin tugagani yo'q. Yo'q. Mana Ichanqal'ga kirish. Tugamayapti, tugata olmayman. Do'stlar, mana mashinani benzini tugadi. Andijondan Nukusga borib kelib, mana benzin 15%, zaryadka 15%. Bak teginilmagan. Hozir zapravkada turibmiz. Zapravka qilish jarayonidamiz. Urganchga yetib keldik Nukusdan. Urganchdan yana Ichanqal'ga, Xivaga haydadik. Mana ertalab bu zaryadkasi tugayapti mashinani.